Mustafa nima qilyapsan-ku? Qo'ylar endi ko'payib ketdi. Ramjon aka yetkazib bo'lmayapti. Bir ko'rsatib yangi partiyalarni endi obunachilarimiz ko'rib maza qilarishsin. Bir maqtaylikmi obunachilarga? Akalar mana yangi partiyalarimiz kelgan. Hammasi qo'chqor. Yoshlari 10 oylik, 8 oylik, 7 oyliklari bor mana pul yengillaridan. Pullarni ham bir qator aytib ketamiz. 3 million 600 ming so'mdan 15 dona. Mana bular 4 million 300 ming so'mdan 12 dona. Mana bu yerda 10 dona sarig'idan bor. Bularni 3 million 800 ming so'mdan qilib beramiz. Mana bu yerda 20 dona bu tarafida, 20 ta bu tarafida. 40 dona optimga 4 million so'mdan bir joyga ozmoz xayrini ham qilib beramiz mana. Qo'ylar xudo xolasa ayb nuqsoni yo'q. Yeb ichishlari zo'r. Garantiyali qo'ylar. Kimga qanaqa qo'y kerak bo'lsa, shu nomerlarga aloqaga chiqsalar qilib beramiz. Mana bu yerda ham bor qo'ylarimiz. Ular ozgina kattaroq, yirikroq qo'chqorlar. 4 million 300 ming so'mdan beramiz ular. Qo'ylarga bir baho berib, obuna bo'lgan bo'lsalar, shu kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esdan chiqarmaymiz. Manzil Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i. Shu nomerlar postoyan ishlab turadi. Aloqaga chiqaverasizlar.